Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolasa keyingi ishlarimizni ham bitkizib, olib kelib o'rnatdik bu yerimizga. Manzilimiz Andijon viloyati Xirebek tumaniga, qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. 3 ta eshik, 2 ta rom, 3 ta akfa romlari ham bor. Hamma yo'g'i ichida olib kelib o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin bir qator. Olamiz mana o'zi eshiklarni ko'rib olyapti. Mana romlarini ko'radigan bo'lsangiz, romlari ham 1.30 ga 1.60 lik romlar, padagonlilari hamma yo'g'i ichida kvadratini 800 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Aynalari oq aynak bo'ldi, ichkariga yorug' tushishi hisobini olib oq aynak solib berdik, germetiylab chiroyli qilib qo'yib berdik. Xo'p, eshigimizga keladigan bo'lsa, eshigimiz 1.16 ga 220 lik eshiklar, tepada portichkalari bilan, aynaklari gulli. Yangi fason chiqdi. Shuni tanladi xolamiz, shuni olib kelib o'rnatib berdik. Zamovlari ham Xitoyda toza original zamovlari, 5 yil kafolatlari bor. Mana ochilib yopilishlari hamma yo'g'i o'ta go'zal, chiroyli qilib chiqarib berdik. Bunimiz ham kvadratini 800 ming so'mdan hamma yo'g'i ichida olib kelib o'rnatib berdik. Bu eshigimiz ham xuddi shu ko'rinishda. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma yo'g'ini o'ta go'zal qilib, nalishliklarini ham gulli qilib, aynaklari gulli bo'lib olib kelib o'rnatib berdik. Glansli laklar sepdik. Mana laklarni ham ko'rishingiz mumkin. Yaltirab hamma yo'g'i go'zal holatda chiqib turibdi. Mana bu tarafda akfa eshiklarimiz, akfalarni ham chiroyli qilib olib kelib o'rnatib berdik. Padagonliklarini qo'shib berdi, qo'yib berdik padagonliklarini. Mana romlarning orqa ko'rinishlari, ochilib yopilishlari ham hamma yo'g'i chiroyli qilib olib kelib o'rnatib berdik. Penalarni qo'yib aylantirib sepib berdik. Eshigimizning orqa ko'rinishlari, orqasi ham bir xil bo'ladimi deganlarga, orqasi ham mana bir xil bo'lib chiqadi. Hamma yo'g'i ichida 800 ming so'mdan kvadratini olib kelib o'rnatib berdik. Vodiy bo'ylab dastafga o'rnatishlarimiz bepul. Bemalol murojaat qila olasizlar. O'zimiz borib razmerlarni ham o'lchab kela olamiz. Xudo xolasa, mana zazorlarni ham o'ta bir xil, hamma yo'g'i chiroyli qilib olib kelib o'rnatib berganmiz. Qalinligi 0.8 MDF da bo'ladi. MDFimiz 0.6 MDF da emas. 120 gradus 10 tonnada preslanadi. Bemalol sovuqqa chidamli, namga chidamli bo'ladi. Bemalol namlatadi, artib tozalab ishlatilaveradi. Mana keyingi romlarimiz go'zalchilik chiqib berdik. Xola, mana ishlarimiz yoqdimi? Ko'rish olib keldik mana. Xolamiz ham bizni YouTubedan ko'rib, tomosha qilib olib keldik, o'rnatdik. Mana xudo xolasa hammasi bilan 14 millionga bo'ldi. 3 ta akfa romlari bilan shu 3 ta eshik, 2 ta romimiz, aynaklari hamma yo'g'i ichida bo'ldi. Aynalarni ham germetiylab solib berganmiz. Mana gulli aynalar solib beramiz eshiklarga, romlarga, oq deganlarga oq, qora deganlarga qora. Shtob bunga tashqarisiga ham veranda qilib beramiz. Oldin akfadan shuni hisobiga oq ayna soldik, ichkariga yorug'lik tushish uchun. Ko'rishingiz mumkin. Mana ochilib yopilishlari hamma yo'g'ini go'zal qilib olib kelib o'rnatib berganmiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Pastga nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Manzilimiz Andijon viloyati Bulovosh tumanida. Ustaga bemalol WhatsApp, Telegram, imolardan telefon qilsanglar, kelishilgan holatda olib borib o'rnatib bera olamiz.